Eng arzon so'raganlar uchun 2.800.000 so'mdan birinchi qo'l ustakalarimizni o'zidan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustaka, bu narxlari, razmerlari haqida, dastavkalari haqida batafsil ma'lumot berib o'tasiz. Narxlariga kelsa 2.800.000 so'm, razmeriga keladigan bo'lsak 2,5 ga 1.60. Xon taxtasi 80 ga 1.60 bo'ladi, 4 ta tombichkasi bo'ladi. Ichlari sandiq. Ichlari sandiq bo'ladi laminatdan. Ishlari laminat ishlangan ekan. Qishki kunida banka nima solsa, tuzlamalar solsa bo'laveradi. Ro'zg'or bor. Ranglari-chi? Ranglari mana xohlagan ranglaringdan bor, mana qilib beraveramiz. Ular narxi o'zgaradimi yoki o'zgarmaydimi? Ular narxi o'zgarmaydi, bir xil narxda. Keyin mana bu fasonimiz bor. Bu fason emas, endi buni tompani katta qilganmiz. Stolimizni shunday olib tashlab turib, spalni qilib ishlatsa ham bo'ladigan jarayoni bor buni. Buni narxi qanday? Buni narxi mana shunday bo'layapti. Ham spalni bo'ladi, detskiy spalni bo'ladi. Razmeri nechi buni hozir? Razmeri 2,5 ga 1.60 bo'ladi. 1.60 bo'ladi. Buni narxi? Narxiga kelishadigan bo'lsa 3.200.000 ga chiqadi bu. 3.200.000 so'mga. Kelishamiz. Kelishadigan xonasi bor. Buni ham tagi sandiqlar. Buni ham sandiq. Sandiq ikkitami, bittami bitta? Sandiq ikkita. Tombichkasi katta, ham spalni vazifasini bajaradi. Ha, bundan keyingilari? Bundan keyingilari mana bu ishlarimiz rangi bir xil. Rangi bir xil. Bularimiz mini reklama uchun qilib qo'yganmiz, zakaz olaveramiz bulardan. Kafe, restoranlar uchun. Kafe, restoranlar. Zakazga ham tayyorlab beriladi. Ha. Ustakamiz o'zidan ishlab chiqaruvchini o'zidan. Bu yoqdagilar ham shundanmi? Bu yoqdagilar ham shundan. Uni chekkadagini rangi, fasoni boshqacha, narxi bir xilda. Ha, ranglari o'zgarganda narx o'zgarganmi yoki bir xilmi? Bir xil. Fason o'zgaradi, narxlarimiz bir xil, razmerlar bir xil chiqaveradi. Razmeri ham bir xil. Razmeri nechiga necha deyapsiz shunda? 2,5 ga 1.60 chiqadi. 2,5 ga 1.60. Razmeri bir xil va narxlari ham bir xil. Bu tomonda? Bu tomonda katta zalda ishlari bor. Ular 100% ichlari sasnadan bo'lgan, moyishi material. Prijinasiga kelsak, pampers prijina. Xohlagan ranglaringda chiqaveradi. Bu razmeri nechi bo'ladi? 4.30 ga 2.30. Stollari? Stollar 90 ga 1.70, 2.70, 3 ta tombichkasi bor. MDFdan stol ha? Ha. Xo'sh, bundan keyingisi boshqa rang. Bundan keyingisi rangi boshqa. Narxini qancha dedik ular? Narxi 6,5 million kelishamiz. 6,5 million. Xonasi bor. Dastavkasi? Dastavkasi ham bor. Qaygacha qilib Vodiy berasiz? bo'ylab qilib beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab so'rash bo'lsa. O'zbekiston bo'ylab so'rashadigan bo'lsa, uni kelishamiz narxini. Kelishilgan holatda. Kelishib, dastavkasini qilib Bitta beramiz. kichikroq varianti bor ekan. Bu kichikroq variantimiz Toshkentga qilingan. 120 ga 2,5 metr. 120 ga 2,5. Domga qilingan. Ichlari Bu sandiq narx qancha buni. chiqadi? Bu materiallar qimmat chiqqan, 2 millionga mana shu holatda olingan. 2 million so'mga. Ha, 2 million Eng so'm. arzon variant desa ham bo'laverar ekan. Zakazga tayyorlab beriladi. Zakazga tayyorlab, arzon chiqadi o'zi. Bo'lsa, zakaz bo'lgan materiallar qimmat material bo'lgan. Ishlar 100%. Bu tomondagisi? Bu ishimiz 180 ga 280. Ikkala chekkada sandig'i. Sandiqlari bor, sasnadan yig'ilgan. Stollar nechi bo'ladi? Stollari 90 ga 1.60, 90 ga 1.60. 90 ga 1.60, 4 ta tombichkasi bor. Narx qancha chiqadi? Narxi 3 million so'm chiqadi. Ulardan farqi qo'l Ulardan qo'yadigan joyi bor ekan. Qo'l qo'yadigan joyi bor, keyin balandligida, keyin odam sonida. Ha, ko'proq odam sig'adi. Ha, ko'proq odam sig'adi. Razmeri nechi buni? 180 ga 280. 180 ga 280. Bularniki nechi edi? Bularki 2,5 ga 1.60. 2,5 ga 1.60. Narxi? Narxi bular 2.800.000 so'm chiqadi, bu 3 million so'm chiqadi. Bunisi 3 million so'm. Hamyon. Ichkarida bolalar ham ishlashyapti ekan. Xo'p, ko'rishlaring mumkin. Har xil razmerda yoki rangda hammasidan tayyorlab beriladi. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol nomerlarga telefon qilaverasizlar. Telefon nomerini aytib ketaylik. 33lik 172 60 67. Ustakamizning o'zining nomeri. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, mebelchilik sanoat zonasi. Qanaqangi mebel bo'lsa, hammasidan ishlaring bitib ketadi. Misol, yumshoq mebel, ko'hinli yoki alohida ko'hinli oshxona mebellar deydimi, detskiy deydimi, yakka shkaflar barchasi, shkaf deydimi, ko'hinli har qanaqa holatda ishlarini bitirib ketishi mumkin keladigan odamlar. Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, mebelchilik sanoat zonasi.